Navbatdagi savol. Pulni bir joydan boshqa joyga o'tkazgani uchun haq olsa joizmi? Bunda savdo shartlaridan biri qo'lma-qo'llik topilmay qoladi-ku. Mana shuni tushuntirib bersangiz, agar bu ish joiz bo'lsa, xizmat haqi shu to'lovdan olinadimi yoki alohida olish kerakmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa pulni pulga almashish emas, pulni o'tkazib berish. Bu xizmat ko'rsatish deb qaralinsa bu narsaga, ya'ni ish ochiqroq bo'ladi. Birovni pulini bir joydan olib, ikkinchi joyga olib borib beryapsiz va xizmat olyapsiz. Bu joiz narsa bu. Qo'lma-qo'l bo'lishi ham shart emas buni. Pulini olinadi, keyin qachondir beriladi. Bunda qo'lma-qo'l bo'lishi shart qilinmaydi. Qo'lma-qo'l qachon shart? Pulni pulga almashsak shart. Hozir sizning holatingizda xizmat haqi olib, pulini olib kelib beryapsiz bir joyga. Bir joydan olib, bir joyga yetkazib beryapsiz. Bu pul almashish deyilmaydi. Bu pulni olib borib berish deyiladi. Ijara, xuddi taksi bilan ishlagan odam birovni yukini olib borib bergan, o'zini olib borib qo'yganday, yukini toshib berganday gap pul olib. Demak, unday bo'layotgan bo'lsa, bunda qo'lma-qo'l bo'lish shart emas, birinchidan. Ikkinchidan, xizmat haqi olishingizda o'sha puldan olasizmi, u olib borib bergandan boshqa beram, uni sizga farqi bor unda. Muhimi sizga o'sha xizmat haqi bersa bo'ldi. Faqat kelishib oling, shuncha xizmat haqi. Bunaqa narsalar odatda kelishilgan bo'ladi. Hamma narsa ochiq oydin bo'lsa, janjalga olib kelmaydigan bo'lsa, joiz bo'laveradi. Vallohu a'lam.